U mushu edimi? Ba yo'qligi o'zingga ayon. Uni chaqirib bergan bo'lsang, biz uning bilan so'zlashib bakmoqchi. Birodarlar, darsdan tushdik. Sening darsimga qatnashqing yo'q-ku deyman. Franch, men seni yoqtirmam. Shundaqmi? Biroq sening so'diga haqiqatan paming yo'q ekan. So'dini biz qila olamiz. Maktabimiz pul topa oladi. Biroq sening an'anaviy o'qitishing hozir zamondan qoldi. Rasma, nimishqa? Chunki sen tarqatgan qora kamar kishini kampir tarqatqichiga o'xshatib qo'yg'achqimi? Odamlarga deb qo'y, o'lchash hodisidan yiroqroq bo'lsin. Franch, bu faqat vaqt masalasi xolos. Men bugun nurg'un pul olib keldim. Uy ijara pulingni men chiqarsam bo'ldi. Sen puldor kishidek bu yerdan ayrilsangli bo'ldi. Hech qanday yuz to'kildigan ish yo'q, qandaq dedim. Menga propoz qilyapsan? Franch, men bu joyga 10 ming dollar chiqarman. Biroq kelar haftaga qolsang, faqat 7 ming dollarli beraman. Keyin kapsi faqat 5 ming dollar. Nima demoqchi bo'lganimni tushungansan? Palasning ustiga dastsimisan bo'ladi. Umringda mushu bir oqilona qarorni chiqarsang bo'ladi. Palasga cho'qim. Oyog'ini selib dassa, uqdingmi? Sam qandaq qilsa? Undaqda biz an'anaviy usulda hal qilamiz. Seningcha, biz ishni mushu palasning ustida hal qilaylik. Kim yengadi ekan? Sen yangsang, men bugunla bu yerdan ko'chib ketaman. Agar men yangsam, u chaqda uchun ko'zimdan mangulik yo'qolishsan. O'qishdingmi? Sening men bilan urushqing bormi? Men yolg'iz uchunga tetayman, laqva. Gump filmiga rol olayapman deb qoldingmi? To'g'ri deding, birodar. Deganingdek Gump filmi. Qani kela? Intayin yaxshi. O'shimda ketganimga qanchalik bo'ldi? Bugun haftaga 2 bo'ladi. Muzni burningning ustiga qo'y. Cho'ng masala yo'q. Ishni yepib o'tishni unutib qolma. Mayli. Kayni tepishni yaxshiroq mashq qilsang bo'g'dak. Albatta. Oxirgi o'qtirish. Bayqi urush uchun qaltis bo'ldi. Ular kelib o't qo'ymizlar bo'ladi-ku. Sug'urtaning vaqtimi to'shib qopti. Avarchilikqa yo'liqdingmi? Hey, to'g'ri. Alakes xo'jayiningga aytmadingmi deyman. Hozir ortiq pul bo'lgan bo'lsa, yaxshi bo'lgan bo'ladi. U pul sening emas. Sen jigarlik, ham yaxshi odam. Bak oshirvatding, birodar. Boya senmi ko'rding-ku? Franch, bu yerdan boshqa yerda kuning texmi yaxshi o'tdi. Bo'ldi qil, 10 ming dollar nimaga yetadi deysan?
Ha? Men texi banka qarzini qaytarishim kerak. Yana mashina setib olib, uy ijara haqqini to'layman. Bu mening o'zim qurgan chamboqchilik sarayim tursa. Tamdan tortib palasqacha hammani o'zim qilgan. Mening tirishchiligim hargizmi osh kalvalarning bu joyni vayron qilishini saqlash uchun emas-ku. Men sening yordamingga muhtoj. Men buning uchun barliq tirishchiligimni ko'rsataman. Franch. Nurg'un odamlarning gapi faqat og'zida qoladi. Mening deganlarim rost. Barlig'imdan ketishga roziman. Bu ishni qilganlardan yaxshi kun ko'rganlar ko'p emas. Puli yaxshi, ammo to'laydigan badalim oz emas. Muhimi vijdonliq bo'lish kerak. Men degan sening do'sting, seni o'tqa so'rab kirsam bo'lmaydi. Men bir er kishi oligiz, o'zimning hududimdan chiqa olmayman. Bu gapni deganda shu esingda bo'lsin. Hamma ishlarni men bekitmayman. Sen Tom uchun ishlaysan. Tom. Shundoq, Tom. U sana ish deb berdi. Uning qo'lida ishlash uchun avval uning ma'qulligini erishing kerak. Men o'tiringlarda tunishtirguchi bo'laman. O'z uning bu xizmatga mos keladiganligini to'g'risida uni qoyil qil. Rahmat oligiz. Oldirab rahmat aytma. Bu odatiy xizmat emas. Bilemen, sen öyde bak Franç. Ottu müdafiyanlış pelampide senin avazını anladım. Tez işini aç. İcari pulunu tapşırmışsan başkalarını çağırıp elbini belgüzümen. Chamboqchilik sarayimda qiyinchilik tug'ildi, lekin men hal qiladigan amal topdim. Onun bilen karım yok. Tez pul tapşır. Menga bir hafta, yana bir hafta vaqt bering. Koni uyingizning buzilgan joylarini o'ngshab qo'yasiz emisa? Öy icaresini çapsan tapşır eblah. Bu ölgür. Bildim. Hareketinga diqqat qil. Badani anglashda ish faqat seni ojizlashtirdi. Ovozini tuvan qil. Ular faqat sening gapingni anglay oladi. Haqiqiy kuchga ega kishining ortiq qo'l harakati yo'q. Nihoyatda oddiy bo'ladi. Eng muhimi ko'zinglar uchrashmasin. Nima uchun? Chunki u sening ko'zoring. Eng oxirida ishlatishing kerak. Nom chiqarishga oldirma. Bu ishni men bir taraf qilaman. Mening har vaqt tayyor turadigan advokatim bor, biroq sening yo'q. Hozirdan boshlab sen mening qarz yo'qchim. Sen faqat mening ismimni bilsang bo'ldi. Tushunishlik bo'ldimi? Ha. Tez suratda qarz bergan pullarni qaytarib ber. Ma'qul, buningga ishonchim bor. Men parashutchilar qismat turgan ayol podshoh uchun 15 yil xizmat qilgan. Bu umrimda nurg'un janglarni boshdan kechirgan. Shunga bu ishning huddidan chiqa olmayman. Jazmlashtira olamsan. Sening kelgusidagi tanlagan yo'ling hamda hargizmi ayol podshohga xizmat qilish emas. Kvarski efendi. Men bu xizmatga muhtoj. Shunga mendan andish qilishingiz hojatsiz. Men esimni bilgandan boshlab jang qilib kelgan. Vaqti kelganda jinimdanmi kechiman. Bu gapingni esimda saqlayman. Qo'l ostimda bir qoltis odamim bor. Bu hafta u ozroq oldirash. Shunga sening fursating keldi. Uning orom oladigan vaqtim bo'lib qoldi. Biroq u mening eng qobiliyatli odamimning biri. Yaxshi kostyumdan birini setib ol. Mening vakilim bo'lish suhbating bilan cho'qim kasbiy bo'lishing kerak.
baldır kelyapsan. Soat allaqachon 9 bo'ldi. Vaqt to'shdi. Könüp qalısan. İsmim Su. Mening ismim Franch. Fransuz talaffuzun yo'q ekan. Haqiqatan yo'q. Sen tam bilan ko'rishganda o sana kiyim-kechak leksiyasi so'zildi. Yo'q. Qari söyle tizimligini oldingmi? Tam pul tepishni rostla yoqtirdi ekan. Ayta. Ilgari sen bu ishni qilib baqqanmi? Yo'q, bu tunji qitimligi. Senchi bu ish bo'ladigandekmi? Rostini aytsam, bu ishni qilib jon beqish haqiqatanmi bak qiyin. Mayli, men tirishchan ishchi. Menga ishchi kerak emas, qaysar chaqqan mushlashchi kerak. Ta'lim bakan, men ishkili shartga uyg'un kelaman. Rostmi? Rost. Nimishqa? Sening doim badan chiniqtirdiganliging uchun. Birodar, mening o'zimga tushliq amalim bor. Ansirma, men seni qo'dayman. Eng yaxshisi sagak bo'l. Bo'lmasa hamkorligimiz uzunga bormaydi. Men hozir qahva ichimsa bo'lmaydi. Mashina sanaydi, beshim og'riyotdi. Bu xil mashinani haydab baqqanmiding? Birodar, men haydab baqmagan mashina yo'q. Amsi bu qimmatli mashinani avoyla bora qayda. Yana bir nuqtani eskartib qo'yay. Choqni avoyla. Yana toplaydiganlaring bormi? Yurish yo'li o'ng tarafda. Rahmat, men bularni bilmaydi ekanman. Yaxshimisiz? Marojindan ikkini. Yana bir stakan qahva. Maqol sut bilan shakar qo'shamdiman. Bo'ladi, birsi Italiya ishdan bo'lsin, yana biri xushbiroq tamlik bo'lsin. Bu sening Franch. Sening xushbiroq tamlik. Men bu tamni yoqtirmayman. Manga lozim emas. Sana bereyim. Rastlı yemek. Keldik. Panavan ko'chasi 2731 numar. Bo'ldi. O'zing saqlab qo'y. Tünügün keş gözlerinigimni besib uxlab qolib sunib ketdi. Tam manga sening Angliyalik ishkaligingni aytmagan. Men Angliyalik. Lekin buningdan ansirmasangmi bo'ladi. Men Amerikada turaman. Undaq o'ylamadim. Tizimlikda kimlar bor ekan? Oliver Waston. Qisqartib Oli deb chaqiradi. $17,500 qarzdor. Ismining yeni yozilgan nomer qancha ekan? Bu 10 nima nomer endi? Tanbek ogohlantirishi. Yana boshqa xat bormi ekan? Ismining yeniga Serbiyalik deb yozilibdi. Serbiyalik yerginishlik ablaqlar. Nimish bundoq deysan? Bu nimadan derak berdi? Hech nimadan derak bermaydi. Mayli. Aniqini aytganda biz o'tirdagi odam zo'ravon emas. Buning chekchirisi aniq bo'lmaydi. Agar masala ko'rilsa, o'zimizni qochiramiz. Demak, oson. Ammo amil odamning qo'lidan kelavermaydi. Navoda ularni qo'ral bo'lsa qanday qilamiz? Odatda qurol yo'q. Bo'lsa tizimlikda askartish bo'ladi. Ansirma to'q yurak, sana hech bo'lmaydi. Nimaga qarab tursan? Ishni chekmamsan.
Ma'qul. Andinchi? Bilmayman. O'li chiqib nim qiladi, avval qarab boqayli. Voyjon, nim bo'ldi kelib? Ağzını yum eshik oldida odam borkan ovoz chiqami? Ularning biri suvga o'xshaydi ekan. Chaqchaq qilma. Suv dedingmi? Suv? Suv degan kim? Qaysi Suv suv? degan ayol emas, er. Eshikni och. Nim desang mayli. Biroq ularni uyga kirgizma. Bo'la. Ular soqchimi? Undaq bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ular tamning qarisini suylab kelganlar. Bu qurolmi? Yo'q, teleskop bu tapancha. Sen buni nereden topding? Tam Eshikni degan och, kim? o'tinay. Sen eshikning yeniga bor. Ularni hargiz kirgil qo'yma. Uqdingmi? Voyjon, Sen yetishib olmaydi. Sanchu. Men dedim-ku, rasm ekan. Qadrligim, biz Oliverni izlab kelgan. O uyda yo'q. Menimcha u uyning ichida. Yo'qol ablaq, xato kelib qopsan. Arqadan birodar, orqaga o't, tez bo'l. Ha, osh kuchni menga berib, ularni qo'g'la. Nima? Nimaga o'ng yiqib tursan? Sen ularni qo'g'la, yili ko'rishaylik. Hey, osh kuchni menga ber. O'lgur. U menga o'q chiqadi. O'q tegdimi? Yo'q, tegmadi. Endi davomni qo'g'la. U menga qartib o'q Tez chiqadi. qo'g'la, o'lgur tez. Tez. Abdaq, tushya mashinadan. Xo'p ver. O'lgur Abdaq. O'lgur. 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 O'ltira. Endi keyingi qadamga kelsak, Oliver. Soqchilar hozirlik qiladi. Yana qalayimqon so'zlamoqchimi? Yo'q apandi. Boshqalarning pulini xajlab yayrab ketgansan, Oliver. Yana bir taraf qiladigan 17500 dollar bor. Pulni tez qaytar. Ma'qul apandi. Tez bo'l. Sana nim bo'ldi? Qattiq usib oldim. Putumbek og'rib ketdi. Shunchalik uzun yugurdi. Usul oyog'ini uyingga qo'yib qo'yishing kerak edi. Men kostyum olgan tursam. Asli olmasliging kerak edi. U qizni ishga ustirmagan bo'lsang bo'ladi. Amaliyotda bizning tanlashimiz yo'q. Ola, kelarkisiga boramiz. Men texi bizni qarz yiqquchi deb o'ylab yuribdiman. Biroq ozroqmi qarz yig'aman. 10 deganimiz tanbih ogohlantirishga vakil qiladi. Pul yig'ishimiz hojatsiz, biroq tam har bir ishga 300 dollar berdi. Endi bilgansan, keyingisi. Xavi Simur. Lankish yo'lida. Sporvet maydonidan menishing kerak edi, Franch. Tez bo'l, liniyani o'zgart. Kechir. Men o'q ovoz ichidan o'shimni tepib olay degan. Biroq boshqa yerda o'q ovozi anglansa bo'ladi. Lekin bu joyda emas. To'xta, sen urushga qatnashib boqqan to'g'rimi?
Men necha kishini yordar qilib boqqan. Undaqda bayaqlar sen uchun kichik ishlar ekan. Qoral bo'lsa tizimlikda askartiladi degan eding-ku. Deganlaring esingda-ku, bevosita xabar tarqatish, ularda qoral bor. Sen odatda doim shunday qaqshamsan. Oxiri keldik. Xavi Simor avtomobil mablag' yurishtirishchiligi. Xavi uchiga chiqqan qimavas. Uning qarzi 100 ming dollardan eshib ketdi. Bash raqami 4 ming dollar shirinkani bor degan ma'noda. San qancha to'van bo'lsa, qarz shuncha ko'p, shirinkani shuncha yuqori, to'g'rimi? To'g'ri. Yaqindan buyon Xavi o'zini chaqlayolmay qoldi. U Los Anjelesning janubidagi arzon cho'moqchilarni yollab, tamga qarshi chiqmoqchi bo'lgan. Tam buningdan norozi. Shunga bizning bu qitimni qarz to'lash chaqimiz 4 ming dollar. Oldingi qitim Saran Alkis bilan Serbiyaga qarz to'lagili bo'lgan. Oxirida ular tikibdi. Tam nim dedi. Normal programma u sherinkanini chiqarib bizni berib kelishga vatgan. Men gapni ochiqlab aytaysu. Boya 10 nomerli xizmatni oson desak bo'ladi. Biroq ulamang o'q chiqadi. Sen bir xumparni so'qib etding. Meni tek mashina bilan so'rab mangdi. Hozircha nomer 5 gan. Sen tek Saran Alkis bilan Serbiyalikning tayoq yeganligini deding. Meni kechir, men tek yangi keldim. Biroq tam eng yaxshisi nomer qo'yish tizimi ustida o'yinib baqsa bo'g'dik. Mening deydiganlarim mushu. Meningcha undan faqat mushular qog'onlar 5 shundaqmi? Ha, Shundaq. To'g'ri. Mühim hüccetler. Andan sizden hem işiniz bütüdü. Marhamat. avar qiladigan bo'ldim. Biz Xavini izlaydik. Efendiler sizlarga qanday yordam kerak? Sen Xavimi? Yo'q. Undaqda sen bizni Xavining qishiga boshlab olsang. O bek aldirash. Bir ishqa yordamim kerakmi? Birodar, bizga Xavining qayerda ekanligini aytib bersanglar biz bu yerdan ketamiz. Janet, Messi efendiga telefon qiling. Siz telefonni eng yaxshisi Xaviga qo'ying. So'q qarag'ina. O'zingni isbotlaydigan fursat keldi, Franch. Meni Franch deb chaqirsanglar bo'ldi. O'lgur. Rakibim Allah, bu saqlanç qilmagan bo'lsa, kesilayman. Yok! Stolni ustiga ol. Qo'y, unda qilma. Texi yig'ishtirib bulamidingmi? O'lgur, burnimni ezib etding-ku. O'rnini men bo'lganmisam medirilmagan bo'lardim. Meni yordam qilay. Menga yordam qilamsan yoki ham vaqtida qarab turamsan? Kechirgin, men yana Xaviga qarab turmsam bo'lmaydi. Bu yerdan hargiz qocholmaysan. Qocholmaysan. Og'zini yum. Yok! Franch, bu ishni hech kim ko'midi. Bu yerdan darhol ketinglar. Men pulini beray, ma'qulmi, ha? Qancha pul desanglar, men shuncha pul beray. Bo'lamdi. Xuddi maktab bitirish marosimida hashamatlik mashina haydaydigan kishilardek tamg'i meni yo'q ekandinglar. U qancha pul chiqqan bo'lsa, men 4tasini beray. Bo'lamdi, men 4tas pul beray. Ma'qulmi? Rostini desam Xavi, bu pul masalasi emas. U senga nima qilmoqchi? Ishonamanki, buni sening bilishingning hojati yo'q. Nima, o'zada nima qilmoqchi ekan? Tiz so'ngiki. Bir jup. Unda qilmanglar, o'tinib qolay ballarim. Men qilayman. Asta.
Men saqchiga ma'lum qilma. Siz eng yaxshisi Xavidan so'rang, Jent. Saqchi chaqirmang, Janet. Qutqarish mashinasi chaqiring. U o'lgur. Mush yerda to'xtat. Nemishqa? Tizimlikda yo'q-ku. Jiddiylashma, Franch. Men kirib bir narsa olib olaman. O'lgur kechirgin. Nima qilyapsan? Nima qiling bu? Sendan o'tinigan birdan-bir ishim chog'ni avayla degan edim-ku. Buradar, birinchidan meni bak uzun mashina haydagizvatding. Xuddi men Daisy xon qizning shofiridek. Chunki sen jiq ichibapsan, uning ustiga purab sesib ketibsan. Ikkinchidan, sen meni azaldan qilib baxmagan ishqa selyapsan. O'qdan qochgandan keyin yana bu umrimda ko'rib baxmagan kalva uzun tura menga hujum qildi. Hozir texi tushbog'ini yo'q-ku. Shuni meni kechir. Abjaq chaqing bilan qaring bo'lmasin. Menga ochiqlayapsan. Yo'q, chunki sen diqqat qildingmi yo'q bilmadim. Boyi men bir tomni teshib o'tganli tas qoldim. Buncha ola nozik bo'lmasan qandaq bo'libmi ishni nihoyat yaxshi bitirgan mushundaq paytda. Sen bu kasbga mos keladi ekansan. Meni kechir. Sana 1971-yil ishlangan Cadillac mashinasini haydagizmsan bo'ladi. Men tig bu orqali sening tunji kuningdagi ishonch tikilishingga yordam bo'ladi deb o'ylagan. Biroq men xato o'ylabdim. Bu bir hashamatlik mashina. Bu ishni tugatgandan keyin haftaning oxir dam olishimizni o'tkazsak bo'ladi. Chaqimning hisobini ondan qilishaylik. Boyiqi 5 qo'y deyman. 5danmi qiyin ekan. Nima desang mayli do'stim. Franch, men sana desam, sening razil bir tarping bor, birodar. Sening ularni yiqitgan vaqting chempionga o'xshaydi. Sen mashq qilishga amroq bu xizmat sana mos keladi. Birodar, men bu xizmatni yoqtirmayman. Balkim ozroq yoqtirdigandaman. Ma'qul. Hozirlik kelaman. Yüzünü eyte, kan şo'rg'ushga o'xshab qolsan. Buniga qara. Rol elish degan xatning xato yozib qo'ydimmi nima? Bu senmi? Ha, men? Rostmi? Sen filmda rol oldingmi? Ya. Bedarajlik filmga. Ilgirki bedarajlik film o'xshaydi. Shundaqmi? Qaltis. Nihoyatda yaxshi bo'pti, birodar. Ha, nima degan bilan tashviqot varaqchisiga besildim. Sana haqiqatan o'xshaydi ekan, birodar. Ular sening ko'zingni piyaz qilib chaplab qo'ydimi nima? Qo'sig'im ichib ketdi, berib bir narsa yeb kelay. Sen ninja bo'lib qolganmi? Gordon Cop. Nima degan qo'rqinchli ism bu? Yolg'on bo'g'iydi. Puldorlarning yerida qiladi. Gordonga tizimlikda 2 raqam qo'yilibdi. Atgan 10 bilan 5 edi. 3dan keyin 2 bo'lib qoldi. Bugungi vazifam ig'irda qiladi, Franch. Gordon $40,000 qarz. Biz yermini qaytarib kelsak bo'ladi. To'xta. Xavi $100,000 qarz edi u. Uning tizimlikdagi raqami qancha? 5 mi? Bu ablah faqat 40,000 qarzdor ekan, lekin raqami 2. Bu nimishqa? Tamning san taqsimlashi zo'ravonlik darajasi bo'yicha bo'ladi. Buningda bir sabab bor, Franch. Bu ishlarga boshqa turib o'ltirma. Gordon 2. Avval joylab, ondan olamiz. Nimani joylab, nima olamiz? Avval uni joylab etamiz, ondan pulni olamiz. Odam joylaydig'ini men, pul oladig'ini sen haqachon. O'lgur. Sen nima ish qilmoqchi? Albatta, sen bilan munosabatsiz har shay. Men nima deb chaqirding? Ko'zing kishini mabtun qiladigan muskulliq yigit ekansan. Model bo'lsang bo'g'idek. Eng yaxshisi keyingi yenish, tayinlar bayramida qaytib kelish. Uni ozroq maqtab qo'yamsan, Franch. Sen maqtashga sazovar, birodar. U azaldan aldirab birisini maqtamaydi. U shundoq. Men ishimni qilaveray. Ishlab o'lasan, nima degan bilan sen muskulliq emasmi? Seni to'xtamay maqtayotimiz. Sen bek talaylik ekansan, birodar. Oljibsizlar, ko'zimda yo'q qilinglar. Bo'ldi. Biz xato qilgan bo'laylik. Ismim Su. Uning ismi Franch. Biz Gordonni izlab keldik. U bormi? Yo'q, u uyda yo'q. Seni bekarg'im maqtadimmi? O'lgur. Italiyalik o'lgur.
Gordon. Hech nima demang, Angelika. Xayrlik sar Gordon xonim. Mening nimaga kelganim sizlarga ayongo. Yo'q. 40 ming dollar. Ha, aslida shu ishmitdi. Bu ishni tek bir taraf qilmaganmidingiz, Kalva? Manu qayerga ketdi? Nima qilmoqchisizlar? Sizlar zodi kim, ha? Yigani cho'lpon saqchilardek uyimga bosib kirib, menga tahdid solmoqchimi? Mening kimligimni bilamsizlar? Men degan Tomning do'sti. Gordon, biz shu Tom uchun ishlaydiganlar. Ha, o'xshash emas-ku. Degina, qancha pul olasan, ha? Qancha pul desang, shuni beray. Ati tushlikka tayyorlab beraman. Sana mundaq deb qo'yay Kalva. Mayli pulni nagli qo'ygan bo'l, Franch ikkimiz tepib olamiz. Biz ishni boshlashdan burun eng yaxshi o'zingni bilib pulning o'rnini aytib bersan, u seni urib o'ldirib o'tmaydi. Bu xinim bilan bu yerda o'ltiraversan. Ifodang yaxshi bo'lmay qolsa, men ishni avval bu xinimdan boshlayman. Bo'lamdi qadrligim. U hargiz sizga cheqilmaydi qadrligim. Mening bu ishni qilayotganimga xeyli uzun bo'ldi. Qo'limdan har qanday ish keladi. Bexatarlik ishqobi ishxonada. O, Angelika. O'lgaysan, Gordon. U to'g'ri aytdi, o'lgaysan Gordon. Mayli. Qara, bilaman, hozir kechikdim. Lekin mendami boshqa amal yo'q. Qarzni so'zmoqdan boshqa amalim yo'q. Eng oxirgi paytda cho'qim qarzni qaytarib berman. Menga ishon. Angelika buni bilib qolsa, cho'qim saram bo'lib qoladi. Tez bo'l, Gordon, 40 ming dollar tayyorla. Ha, Sherinkani puling oz emas qo'dayman, ha? Xeyli ko'pdi, xeyli jiqalding qo'dayman. To'g'rimi? Aytni beraman. Gordon, to'la menga quruq gap sotma, uqdingmi? Pulni tezdan og'in, tez bo'l. Cho'qim 1%ni olasan. Biz bir anlashtirish qilaylik. 5 mingni sen ol, 5 mingni Tomga beray, ha? U sen ortiq bergan 500 dollarga yana bir yurish kostyum setib olsang bo'ladi. Tura. Ha, ma'qul. Ha. Tez bo'l, Gordon. Tezroq, Gordon. Oshqushni nega qo'yding? Oshqushni menga ber. U yerdagi emasmi? Emas, oshqushchi. Bakli jiddiylik ketyapman. Jiddiylik ketding shundaqmi? Shundaq. Voy, jon rostli esimga olmayapman. Tuyuqsiz esimni yo'qotding shundaqmi? Gordon, meni ahmoq qilma, oshqushni nega qo'yding? Tez menga ayt. Topdingmi? Tez bo'la, menga bergin. Aka. Bu nima narsa? Bu joyda 100 ming dollardan ortiq pul borkan-ku. U tayoq qilib ablah. Puling borkan-ku, mana tayog'ing kim-kimda. Voy, jon. Men degan aytdi iqtisodchi. Bu o'yin emas, Gordon. Bu o'yin emas. O'zining holdan xabar olishni o'rganib olishing kerak. Anladingmi, burada? Ha, anladim. Biz u ablaqqa cho'qim qattiq qo'l bo'lishimiz kerak. Biroq u qizni nima qilganing bu, ha? U bakli satankan. Mening undaq ishdan ta'lim yo'q. Bu qitim sanga uchraydi. Bilmadim. Mening faqat boshqalarni haddidan ortiq ziyonga uchratqim yo'q. Sen bek vijdonliqkansan. Ishni tugatmasak, hafta oxirida qandoq dam ola olamiz? Buni bilaman. Sen uni bek urutmagansan. Yo'q, gapimga quloq sol. Bu ablaqning puli bek ko'pkan, yuqori o'simli qarzmi bilmadim. Ish qilib qarz pul emas. Biroq men yana uni urdim. Bu ablaqni tushunmak bekli tasgan. Men sana bir ishni deb beray. Ilgari men birsining bolasini tatsi pulni to'laganga qadar derazadan sirtib sangiltib qo'ygan. Sen bolani urmagansan, ha? Urdimmi-ki, esimda yo'q. Biroq shu kuni men haqiqatan o'g'irlik qilganimga iqrorman. Men aslida uning tatsini esib o'ldirmasam bo'ladi. Bu sohaning axloq prinsipi xuddi bexatarlik qulub yo'q granat o'xshaydi. Urushqidek mag'durum bo'ldi, Franch. Albatta. Shu. Bu kishilar tizimlikda yo'q. Men allaqachon pulni oldim bu. Bu qumparlarni yengidimning hech qanday foydasi yo'q. To'g'ri, biz asta tikivasakmi bo'ladi. Biroq tam bilib qolsa, biz yana davomli qolsak bo'ladi. Meniki bijiqkan deb qolma. Meni qo'g'dash. Sening xizmatingning bir qismi. Bo'ladi. Bu qitim hamma ishni menga tashlab qo'ydim.
Bo'lganda. Bir 127 numar. 127 numaralık zakaz tayyor bo'ldi. 129 numar. 129 numaralık zakaz tayyor Bugun bo'ldi. qong'uchi ichishadigan bir kun bo'ldi. Odatim shundaqmi? Yo'q, bugun men senga rost gap qilay, Franch. Bugun Rasul o'rnida ishib ketdi. Nima deysan, mayli. Mau kostyumimga qarag'in. Arzon mol ekan, kostyumingdan ansirmayman. Buni $89.99 olgan. Galstukmi buning ichida? Nimkesh avtomobil savdogarida kinopsan. Kimani daha selib. Men kimono kiysam bo'g'dak. Boshqa joyda bo'lgan bo'lsam, bunchalik odamni birdamda joylab etatdim. Sana bekli egri kelgan o'xshamamdi. Hamma ishning beshi tas ko'nib qopsan. Chelish maharating universal elishqi tavami. Ha, universal elish. Sen bokschimi? Qadam ilishing yaxshi ekan. Kuchim bo'g'ini bilan ilgirgidek chaptasligim qolmadi. Ilgirgidek chaptasligim qolmadi, French. Bugun mo'shayichi bo'lsin. Endi meni uyga olib qo'ygan. Qadrligim, buni yig'ishtirib bersangiz bo'pti ekan. Ha, mana keldim efendim. O'lgur. Bugungi kechlik tomoq tizimligida nimalar bor? Koko g'arbi rayonida men xizmat tepib berdi. Ishga arab xalqining gapini qilyotdi-ku. Puli xeli yaxshi ekan. To'xtang. Menda nima bor ekan qarab beqing. O nima? Sizga rasm shumi? Shundoq, kinoda Lishchekning rolini oldim. Rol elish degan xatni xato yozib qo'ydimi nima? Aslidagiga o'xshamayotdi. Bu kino selingan mablag' ham ko'p emas. Bilman. Suyimligim. Menga azroq pul lozim edi. Qanchalik lozim? $300 bo'lsa bo'ladi. E'lon. Rahmat. Bo'ldi. Ehtiyot qiling. Babus bugun menga telefon uribdi. U sizni so'radi. Xalit ish uni nima qilmoqchi ekan? Boshqa ish yo'q ekan, biroq bilaman siz uni chig'i tegishni xohlamaysiz. U qaslibatga odamlar bek ko'p. Ansirmang, men ehtiyot qilaman qadrligim. Yaxshimisan sho'y? Yaxshimisan shu. Shular qanday bo'ldi? To'g'ri ishladim deyman. Bu bugun kelamdi. Men uni bilaman, u cho'qim keladi. Uni soatimga yozib qo'yaman. So'da qanday? Herhalde bo'ldi. O'zingchi. Xo'sh. Sana hiç bulmadı. Malay. Nima setyapsan? Ko'rib boqay. Setib bo'ldim. Menga setib demadim-ku, ko'rib boqaylar dedim. Buning ismi nima? Germaniyaning
MP40 tipliq. Mening sen ko'rib bakmagan. Jazmashtiralım sen. Akavurluq qilma bechoraynaq. Tizimlik bo'yicha hammasi bitdimi? Ansirma tam. Buni topmoq bekli tez. Agar men hozirgidek gap qilmoqchi bo'lsang, eng yaxshisi kulimsira. Yaraysizlar, uch tishning hammani bitiribsizlar. Bayarekning odam Marinodan telefon qilibdi. Xavi hammasi uchun tegishli badal to'ladi. Shunga hozir bizning tizimligimizdagilar yana ko'paydi. Shunga yaxshisi sizlarga bir ishni buyurayman. Yaxshimisiz, xo'jayin? Hey, Franch. Yaxshimi? Seni bu qo'shildi deb anglagan edim. Birodar, ular seni mushilantiga qo'shib qo'ydim, ha? Qanday ish bu? Yaxshimisan, Alekes? Men nayt yaxshi. To'g'ri. Biz Xavini joylab etdik. Ansirma sening ishingni biz qilib etdik. Oh, menga baribir. Senda nima bor? Biz chiqib ketsak bo'lamdi. Albatta. Tam, Franch. Bu qurol bo'ladigan Alekes nihoyat qimmatsan cho'ng tipdagi qurol iskilatiga bekli muhtoj deyman. Shundalar sana azroq yurak kirdi. Kechir, to'q yurak ko'p qilish haqiqatan qo'rqinchliq. Bilasan qira ablah. Agar fursat bo'lsa, sen o'zimni tonitib qo'yaman. Lo'roq Salmonni yetkazib qo'ydi. Sen davomli qaraq ichi va undaq bo'lsa. Esingda bo'lsin. Uni so'ygan vaqtda uning tenida mening purg'imni bayqaysiz. Eli takallashinglar. Kelishgan yigit Alekes bu kundan yaxshiroq foydalanib. Tam. Sana hiç yoktu. Men yaxshi Mashina edeyelemsen. albatta. En yaxshisi endi xizmat kelayli. Cadillac mashinamga chiqqanlar. Mashinani xapmamay Frans sana aytsam bo'pti ekan. Yeni bir mashina yo'ldigu deyman. Shundoq. Siz meni yaxshi kostyum ol degan edingiz. Birinchi kunila yirtilib ketdi ta. Menda tuniginki xush xabar bor su. Sening ifodangni xuddi kasbiy muayirlar dekkan dedi. Rahmat. Bu xizmatni yoqtirdingmi? Benim diyemidim. Her halde bo'ladi ekan. Xeyli yaxshi. Gapingga qaraganda taz degandek emaskanda. Senchi-chu? U yoshirin kishiga ega tam. Ha, an'anaviy yoshirin kuch. O qayerda? Hamda. Tam. Tam. Mening yaqin og'aynam. Sen bilan ko'rishganimdan xushalman. Birodar, nemish qo'ltirmaysan? Rohat emasmi? Do'stlar, susuzlik ichamsizlar. Nervini tinchlantirgan narsalar degandek. Nervam xeyli joyida. O'zing qandaqroq turding? Birodar, men ajaldan saharda qilmayman. Kashf qilishga odatlangan. Biroq, sen uchun bu qoidani buzsam bo'ldi. Nemish qilqini bilamsan? Chunki biz bir kemada emasmi? Bizning tariximiz bor. Bu men uchun nihoyat muhim. Shunga men sana ishini alayman. Albatta. Sening esingdimi? Albatta. Yaxshimi sen serxdök? Mening taqitim bor. O Franch. Men sana degan kishi shu. Ko'rishganimdan xushalman, Franch. Menmi shu? French deb chaqirsangiz bo'ladi. İngilis so'zlab turib French deb qo'yvagining nimasi? U dunyodagi tunji kishimi u ya? To'g'ri. Men boshqalarga o'xshamayman. Albatta, Franch efendi. French deb chaqirsangiz bo'ladi. Senda qiladigan nima ish bor, babos? Eliqi uruq jalibkor, irlandiyalik o'lgur. Ilgari mening bazmxonamda ishlaydi. Keyin men uning ishkapdan pul o'g'irlaydiganligini sezib qoldim. U o'g'irlagan pul men to'laydigan boshdimmi ko'p. Demakchi bo'lganimni tushundingmi?
Biz qiladigan ish chiqibdi. Men qo'l ostimdagilarga bek yaxshi muomala qilaman. Xizmatchilarimni so'rab baq, qizlarimni so'rab baq. Men bu ablahning jinoyatini yuyib, bir ish o'rni bilan ta'minladim. Uning po'qini tozaladim. Biroq u ablah osh berganga mushbad. Amanda. Nega mangdingiz? Gapim tugugicha anglang. Bu Fabi onun narsasini o'g'irlamaslik kerakligini butun dunyo bilishi kerak. Undaq bo'lmaganda cho'qim badal to'laydi. Bu o'lgur. Gapingizga diqqat qiling. Siz menga to'y taklif qo'yganda bundaq demagan suyimligim. U taxminan qancha pul o'g'irladi? Kechir, buning munosabati bor. Biz umumiy so'mimizning persenti bo'yicha qolamiz. Sen uning o'g'irlig'ini bilgan ekansan, qanchalik og'inimi cho'qim Buning bilasan. sen bilan munosabati yo'q. Men sana oldin yetarli ko'p pul beraman. Men bir stakan ichay. Biz zade nima qilamiz? Amanda, qizlarni ilib ko'lchakka bering. İxtiyoriy uzib qo'yinglar. Bu shaxsiy ish. Bir taraf qilib berishingga muhtojman. Davomlashtirsam bo'lamdi. Mening odamlarim uni topa oladi. Nomer qo'yishni unutma. Bir eng kuchlikka 10 qattiq ogohlantirishga vakillik qiladi. Sen uning qanday nomer qo'ysan? Albatta bir o'lgur. 20 ming dollar. Avval yerimini olaman. Qog'inni ish bitganda olaman. Bel. Şikelisini bana be. Bu onun to'liq ismi bilan eng oxirgi xizmat o'rnining adresi. Ish boshlashga yetdi. Su. Franch efendim. Sizlar bilan ko'rishganimdan xushalman. Seningcha Babo zada qanday odam? O'z ko'ngli o'zi xush qiladigan odam ekanligi aniq turmamdi. U o'zini qiyinchilikdan qutula olmayman deb qarsa cho'qim shunda qila oladi. Bir kishini urishqa 20 ming dollar xarjlash xalitalik emasmi? Mayli mening qanchalik pulim bo'lsin, men bundoq ishni boshqalarga pul to'lab qilg'izmayman. Kana degan bu solda kuchim bekli ichinimi? Ilgari bu kichik shaxslarni bir döv go'sh o'rnida ko'ratdim. Bilman, men texi u bosqichga kelmadim. Sen qanday qaraysan? Uning eng oxirgi ishlagan klubining adresiga qarab baqamdi. Qarab baqay. Mush atrofda ekan. Avval u turishliq joyga telefon berib baqamdi, qanday? May pulini bosim tejab qolamiz. Ba'zi qarz söylügüchilar telefonni yoqtirdi. Lekin men undaq emas Franch. Men sirtqa chiqib mengishni yoqtiraman. Ishchikiman. Bundan erishgan uchur 25 kalvaq telefon urib erishgan uchurding-ku. Deganingdek bo'lsin. May qochilvamsaq bo'lmadi. Klapanni bek ig'ir desaydi ekansan. Klapanga xuddi payga o'xshash muomala qilishing kerak. Mush joy shumi? To'g'ri, dal mush joy shu. Adresi to'g'ridir. To'g'ri. Senda ochqish bormi? Sirtdagi do'konni taqqidiq degan xatni ko'midinglarmi? Yo'q, bizning faqat paranglashimiz bor. Tezlik tugaydi. Qaraganda sizlar ingliz tilini to'g'ri tushunmaydi ekansizlar-da. Men do'konni taqadim. Hozir nihoyatda oldirash. Ko'zimda yo'qlanglar. Bunda qo'pollik qilishing ketmaydi to'g'ri. Axloqdan so'z ochamdi. U bo'sh emasdek turdi. Su, bizni chiqib ketib qaytib kirsin demoqchimisan? Birodar, sen daxl qildingmi? Bo'ladi. Emisa men sizlarga sipoyi muomala qilay. Apandilar. Xafa bo'lmay, do'kkanimdan ayrilgan bo'lsanglar bo'pti ekan. Rahmat. Xumparlar. Ablah, sen tugashding. Joyi! Ne bo'ldi?
Mağuşni kömemdiğen hamile adamın qo'dg'uvchisi bormi nima? Ho, o'lgur, men seni tanıyman. Sen Solinski, men seni ko'rgan. Sen tam uchun ishlaysan, o deyman. to'g'ri topding birodar. Sening tishingga tegsan faqatla bo'lmaydi, og'ina. Bo'lmasa adibimni bersan. Biroq men bu xumparni tanimayman. ishlar bag'asir murakkablashiib ketdi. Sana nima kerak? Sana ish bo'lmagani, Franch. Seni shu. Meni ishim bo'lmagandek turamdim. Do'mpani chiqirdan payt keldi. Biz Kangna to'g'ri qarangishib boqaylik. Deyta u olvosini nima qilib bo'ladi? Kangna. Aslida o'miti. Menga chaqchaq qilyapsan. O bir ay ilgari istifa berib Babusning qishig'i ketgan. Biroq men sana aytay, o bir yaxshi odam. Tam sen nima sababdan avatgan bo'lsin, u cho'qim bir yolg'onchilik. Asta gaping tek tugimidi bu? Bo'ldi, angla. O klubimizning aroq qo'yuvchisi bilan birga turdi. Tamga aytib qo'y. Men mushunchilikni bilaman. O'lgirlar. Endi bo'ldi qilish. To'xta. Beshona turbuga qo'y. Bo'lmasa, 10 sekund ichida orqa menga tepaman. Unimi allaqachon joylab bo'ldi. Franch, bu yoqqa kel, putini shiltib turay. Sendan yana bir qitim so'ray. Irlandiyalik u so'ltakni qayerdan topqilib bo'ladi? Bo'ldi, urmanglar. Savolga javob ber. Uning Tim ismlik ilgirki yotoqdagi shu biladi. Uning adresi bu kaydiki muash tizimligida. Mushunchilik kam bu. Hamish tugidi u, ha? Franch, hech nima bo'lmasa. Men yaxshi birodar. Men hech nima bo'lmadim. Topdim. Mayli. O'lgur. Men 20 savol so'rashdan bezor bo'ldim. Bu qitim sen so'rag'in. Menga topshirsa, Albatta. dars o'tish navbati menga keldi, birodar. 20 savol so'rashga rozimanki, endi mushlashqim yo'q. Amsi sana topshirdim. Sen savol so'ra. Sana ko'p rahmat. Kim? Derizdan tutun chiqayotganligini ko'rdim. Boshqa masala yo'qdi. Oshxona uydan doim tutun chiqadi. Ko'rdingmi? Hech kim yorlanmadi, ha? Ko'rgansan? Hech kim yiqilmadi. Qondig'imi yo'q. Qaysinglar talaylik qani, ha? Bundaq bo'sib kirsanglar bo'lmaydi. Qonshiringni chuvib yetaman. Yo'q, Tem degan ovu ana. Kim degan qaysing? Senmi, ha? Rasmo biz bir taraf qilamiz chiqib ketdi. Tez bu yerdan chiqib ket. Yo'qila. Ay, to'xtanglar. Men uningga bir haftadan ortiq telefon qildim. Sizlarga kapolat beray. Menda zaharlik bo'yim yo'q. Hammani sitib etdim. Boshqalarni chekib bo'ldim. Kechiringlar. Meni kechiringlar. Men nima degan bechora qaranglar. Bo'lmasa meni o'ltiraytinglar, biroq qutulib ketay. Men cho'qim Daviga pulni berman. Va'da beray. Davi u emasmi? Davi u emasmi? Kim emsa? Men yana kimning tishiga tekkan bo'g'iytam o'yinni paqaya? Biz Kananni izlaymiz. Uni ko'rdingmi? Kim? Voyjon. Bo'ldi. Qil. U hozir bu yerda turmaydi. Voy, u hozir bu yerda turmaydi. U bu yerdan ko'chib ketdi. To'xta. Kananni izlab nima qilsizlar?
O yaxshi odam, hatto pashini o'ltirmasa. Ko'pchilikning hammasi o'g'rini yaxshi odam deyishir ekan. Yo'q, Kanglar o'g'ri emas birodar. Buni qara. Buni qara. U degan bir samimiy odam. Buni qara. Unda qilma, bu uning birdan bir surati edi. To'xtab tur. Sizlarni babus degan xumpar avatdi deyman. Manga degina Kangna zodi qayada? O yo'q, tayiqqan odam asli babus. U ablah o'lishi kerak. Yiliqi iflos, amandani deyman. Tushundinglarmi? Buning hammasi shuning ishi. Bak qiziqchi ekansan do'stim. Sendan eng oxir qaytim so'ray. Javob bermasang, u mengangni chuvib etadi, uqdingmi? Kangna malikin zodi nada? Ha, ma'qul. U hozir bir qiz bilan birga turdi. To'pangada san'atkorlar mahallasining birida. Bir to'p hippi oqtalik puldarlar Kambodjaning vositachilik fondiga tayinib kun kechirdi. Kangna hamla joyda ish bash tortishib yurdi ekanda. Unda emas birodar. U rostli yaxshi odam. Samimiy Kangna. Senda uning adresi bormi? Baba. Ha, to'g'ri, bu yerda. Tezroq. Ha, ma'qul. Mana, ala. Ha. Buni al. Unga yaxshiroq muomala qil, og'ina. U yaxshi odam. Gapimni tushundingmi? Birodar, o'rningda men bo'lgan bo'lsam, zahardan yiroq turgan bo'lardim, uqdingmi? Ma'qul. Menimcha Kangnaning adabini berish yaxshi tanlash emas. U bir oqatli shahzodadek turadi. Bizning uni so'roq qilishimiz hojatsiz. Uni tepib adabini bersakli bo'ldi. Uningdan aniq so'rab baqsaqlab bo'lmamdi. Biz o'g'liga chiqqan sarang bo'lmasak ya, biz qarz so'yligichilar. Lekin mushtum zo'rlar emasda, shundaqmi usul? Mening sana chekchigirsi aniq emasligim esingda. Bugun biz jallangan mushtum zo'rlar xolos. Bu xizmat xuddi bog'chidagi axu palak mashinaga o'xshaydi, Franch. Aras bu qadam sen rahbarlik qil. Buningda sen xalqqa vaqtda chekinib chiqalaysan. Sening tayyorlig'ing xeyli puxta. Yo'q, sen to'g'ri deding. Mening tayyorlig'im bitdi. Nihoyat yaxshi. Men sening boy deganlaringni yoqtiraman. Rasma? Albatta, biroq sening har qitim yangmigin qiyin. Undaqda sening urib chiqishdan boshqa yana qanday chorang bor? Kirishning eng yaxshi amali nima? Uning beshiga urish, yenik chekib qo'ysak bo'ldi. Uning ko'mirchigini sundirib atgim yo'q, chunki ular yana lozim qiladi. Rasmo, xuddi sen tem degan soltekni joylagandek. Dal shunday. Chekib noqib qo'ysak kifoya. Qo'ysak kifoya. Nihoyat oddiy. Chekib noqib qo'y. Bo'ladi. Men tushundim. Yaxshi. Noqib qo'y. Noqib qo'y. Mana mush yaş. Birodar, biz Sandini izlab keldik. Sizlar kim o? O'lgirib kuchvatding. Birodar, men seni yenik noqib qo'y dedim. Uni o'ltirib at demedim. Sinab baxtdan biroq o'ylagandek o'ng'ay emas ekan. Men xili tajribalik man qarab ko'rib baqa. Sizlar kimlar? Sen Sandimi? Eyda, Kangnani qayerdan topqili bo'ladi? Ey, jiddiyleşme. U kichik bir qiz ekan. Ismim Su, uning ismi Franch. Kangnaning qayerda ishgaligini bizga aytib bersang, bek yaxshi bo'ladi. Men sizlarga hech nima demayman. Ko'ranglab ketgan ishki xumpar ko'zimda yo'qolish, balki biz arz qilmasligimiz mumkin. Ko'zimda yo'qolish. G'ururingga tegadigan ish qilib qo'ydimmi, bilmadimmi? Bek qo'polib ketdimmi? Sen-chi, Franch? Bek qo'pollik qildimmi? Ishtingni ko'zimda yo'qot. Hey, to'xta. O'zini besib olsa, uni urib aylantirib qo'ymoqchiman. Tegma. Kasbiy birisi kelsin. Kasbiymish. Latta erlar ayol kishini urudi. Og'zingni yum, Sandi, og'zingni yum. Endi biljirilsang sana yordam qilmayman, Juma. Hozir boturlik qiladigan vaqt emas. Balki kallangni
ishlatadigan vaqt. O'lgur. Sen nima degan kalva? Kangnaning qalbi yaxshi. Beşimga kun tushganda u meni mush yerga o'rlashtirib qo'ygan. U nihoyatda mehribon, boshqalarga istajliq kuchli kishi. Sendek nimalar buni hargiz tushunishmaysan. Men bilgan taqdirdimi, senlardek suvaraklarga hech nimani tinmayman. Yaxshi, hammanglar bu ablaqni yaxshi odam dedinglar. Biz faqat uning nada ishkanligini bilmaychi. Balkim u Hasan Husanning boshlangan U razil qo'llarini chiqargan vaqtda qabohatlik tushunning boshlangan vaqti bo'ladi. O kim? Amanda bobusining bo'g'is xotini. U Kangnaga chaplashib olib uni bosh egdirib oldi. Biroq u paskani yana rozi bo'lmadi. U yana bobusining xushallik talab qildi. Kangna zodi qayerda? Yo'q, men aytmayman su. Men senga hech nimani tinmayman. Ayol kishini tunji qitim urg'uningda qarshilik ko'rsatishi mumkin. Biroq bu mush ustixonni sundirib yetadi. Ko'mirchakdan ayrilasan. Putundanmi ayrilasan? Ammo yo'q, putundan mangulik ayrilib qolasan. Mangulik putundan ayrilib qolasan. Agar uning qayerligini bilmoqchi bo'lsang, undaqda shu paskani o'zi cho'qim biladi. Uning cho'qim Kanglani yana ko'ygisi bor. Ishonaman, sening bu xizmatdan ayrilib qolganing yo'q. Sen cho'qim odatlanishing kerak. Men hech nima demadim-ku. 2 kundan beri odam urishingda gap yo'q. Bu o'xshamaydi-da. Nim farqi bo'lganini bilmadim-ku. Ilgirki har biraylarning mening bo'ynimni uzvatkisi bor edi. Shunga cho'qim urishmasam bo'lmaydi. Ularni yiqitishimda gap yo'q. Biroq Hepinini urush, uning oldingi loyig'ini izlash degandeklarni men yoqtirmayman. Meni kechirgin birodar. Yoqtirmamsan. Unda sen eng yaxshisi yangi qiziqishingni tepib ol. Bu ablaq biz o'ylagandimi ilgardek turdi. Men sen nim demoqchi bo'lganimni tushunmagandek tursan. Navoda biz babusqa bu ablaqni tepamsak cho'ng avorchilik yo'liqimiz. Kulimsirash qo'l ko'rishishni unutib ket. Babusning qo'lidan har bola keladi. O'lgur. Babusini nobud qilib yetalaydi. Men sen bo'lgan bo'lsam davomli ishlaydim. O'zing boshlagan ishni qabul qilgansan, cho'qim tamomlashing kerak. Gapimni angla. Bugun mushayakchi bo'lsin. Uyga qaytib obdan o'yinib boqqin. Mashina haydagan yo'qmi? Endi ichib mas bo'libmi? Men ishkanni issang masliging mangu yeshilmaydi. Men qara, ishimiz ko'p Franch. Hech qisi yo'q, birodar, sening to'g'ri. Nima degan bilan men azroq yoqtirib qoldim. Ishning yo'lini tepishga boshladi. Sen qandaq o'yladingsu? Bu qiz bola uchun shunchalik qilish ketamdi. Meningcha u bir fohisha. Meningcha to'g'ri dedi. Bu joyda turish pek zerikishlikkan, birodar. Bizning vazifamiz Babus degan bu saronga yordamlashib, uning bo'lg'us xotinini xush qilish, shundaqmi? U bir yuqori maoshli xizmat. Men bo'lgan bo'lsam, bunchalik ko'p o'ylab o'ltirmaydim. Bir hafta ilgari men shunchalik pulni deb maktabdan voz kechgan edim. Biroq 2 kundan keyin men mo bilmadim. Shundan beri sana azroqmi ta'sir qilmadim? Menga ta'sir qildi. Buningdan ansirma. Shundaqmi? 2 kun ishlabda bu xizmatdan bezor bo'lib, aroq kesh bo'lib olg'im keldi. Sen shu sababdan aroq ichadigansan, balkim aroq azobingni yengiltalamdi. Butun dunyodagi ispartma yetmaydigandek his qilamsan. Xafa bo'lmay menga bardamsan bo'lamdi, o'lgur.
Seningcha men bu ishlarga parvo qilmamdimi? Men seni o'ylagandek emas. Shunga har kuni aroq ichibla uxlayman. Bo'lmasa uxlayolmayman. Ayoling bu xizmatingga qanday qaraydi? Hozir mening ayolim yo'q. Emis nemishqa uzuk taqib olding? O'zimga askartib turish uchun. Nimani askartsan? Har qanday kishiga yaqin yo'lamaslikqa. Anlamoqqa bek yegan ekansan, birodar. Bu mening turmushim. Ko'rimsiz bo'lsa-mu, biroq bu mening turmushim. Men yoqtiraman. Ha? Meningmi qiz do'stim bor. U poyish klubda ishlaydi. Men o'tni kuyib ketsammi, uning kelib meni qutqizishiga ishonmayman. Franch, bilamsan. Bizdek odamlarni yoqtiradiganlar ko'p emas. Biz? Yo'q, do'stim. Yo'q, u degan sen o'zing. Ma'qul, shundoq deb turaylik. Ayolingga nima bo'ldi? Burunqiga o'xshash. Kechirgin, birodar. Yarangni tatlig'im yo'q. Hech qisi yo'q. Biz kichik yil to'yib qoldik. Keyin bir qizimiz bo'ldi, lekin undan ayrilib qoldik. Keyin turmushimiz oxirlashdi. Kechirgin, bu ishlarni esingga sep qo'ydim. Hech qisi yo'q. Uni oqqan kesliga kirib tarqan sen bo'lmasan. U 6 yoshga kirganda bardoshlik berolmay qoldi. Keyin menmi bilmayman. Baribir hammasi oxirlashib bo'ldi. Faqat go'zal aslimalar qoldi. Shunga har kuni kechda o'zimni bazlab turib aroq ichib uxlayman. Bo'lmasa Melining chiroyi ko'rinib bekla azoblanib ketadi ekanman. Franch, yaxshiroq o'ylab boq. Endi qarab boqayli. Ha? Bugun layoqatli bo'lamsan-ki. U ana. Nima degan qiyin turmush bu? Meningcha bu dunyoda mol setib olib davolash usuli yo'q. U bu orqali babusdan kelgan azobini yengiltamaydigandir. Balkim deganlaring to'g'ri. O'tmishingni so'zlab baqa, Franch. Mening hikoyam bor deb kim deydi? Sen bu sohaga kirding emasmi? Men ba'zi ishlarni xato qildim. Qismga qatnashdim. Mening yaxshi planim bor edi. Biroq o'ylaganlarimni qilaman. Azoblanayotganlar faqat yolg'iz menlar emasdi. To'la ziyon tortish mening aloyligim. Bu joy Berfori tig'i emasdi, Franch. U bu yerda nima qiladigandir? Bilmadim, birodar. U qarmoqqa xushal emasda qiladi. Bu yaxshilikni bilmaydigan xumpar. Men sana bekli yaxshi muomala qilib ketgan o'xshamamdi. Sen mening kimligimni bilamsan. Men sening eng yaxshi tanlashing suyumligim. O'lgur. Aramizdagi munosabat tugadi.
Sizlarga bu yerda Sizning nima? bexatarligingizga kapolatlik qilamiz Amanda. Men yaxshi, endi yo'qolish. To'xtang. Qo'lingni tart. Bo'lg'is erim bilib qolsa qanday oqibatga qilishingni bilamsan. Bayılı Kanan'ın uydan çıkınını unutup kalma. Oh, nima? Sen uning hiliqqa oldingi loyiqi bilan paranglashgan o'xshamaysan. Qachonmaysan Amanda? Avtobusga o'ltirib kelmisan bo'pti-ku. Hozir sening ikkili tanlashing bor. Biri avtobusga chiqib qaytib babusga yotliq bo'lish. Kangna sana mos kelmaydi. Yaxshiroq o'ylab baq. Balkim u sana yaxshi muomala qilgan o'xshaydi. Yo'lni bo'shat, buva. Avtobusga o'ltirishimning hojati yo'q. Men Maserati haydayman. Qadrligim, menimcha sen avtobusning tarixini bilmaydi ekansan. Sizlar uni izlab tepib oldinglar. Bo'lg'is erim qo'l ostidagilarni boshlab keladi. 610-nomerlik uy. Beringlar. Uning mening salomimni yetkazib qo'yinglar. Ha, marhamat xon. Oo, rahmat bolalarım. Avaylapmayım. Rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Lift avu tarafdagi. Yo'q. Lift chiqmaydi. Biz palambaydan chiqaylik. Chiqilib bo'lganligini jazmlashtira olamsan. Albatta. Sen kim? To'xta. Men seni tanıyman. To'xta. Sana nima lozimligini bildim. Voy jon. To'xtab tur. To'xta. Sana nima lozimligini bildim. Jim tur. Sana nima lozimligini bildim men beray. Ammo bu yerda bo'lmaydi. Biz so'zlashaylik ma'qulmi? O'tinib qolay. Bizning nima ishga kelganligimizni aniq Shundoq. Amanda darvozadagi so'zlash apparatini buzib o'tdi deyman. Qadrligim, tez bu yoqqa keling. Hech yo'q, ansirmang, ha? Hech bo'lmaydi. Dadangizdan yiniq keling, ha? Hech yo'q qadrligim. Ansirmang. Ish bo'ldi. Bular kimlar dada? Bularning hammasi mening do'stlarim, qizim. Biz bilan paranglish qilib kelibdi. Men qarang, dadangiz qarab gadi bering. Yotoq uyingiz kirib keta ma'qulmi? Bo'lamdi qizim. Bo'ladi, biroq qadrligim, bu cho'nglarning o'tirsidagi o'yin, nihoyatda qiziqarli o'yin. O'yiningiz bormi? Keling. Ko'pchilik hammanglar tizilinglar. Qani, men sizga qanday o'ynashni o'rgatib qo'yaman. Kol görüşüp sanap mögüveleşini kütüm. Sen mi O'ltirsan bo'lamdi Fransiya bandi. Ha, bo'ldi. Endi mülk növbeti sizga keldilarni. Qanchalik vaqtim bor? 50 sanaymiz. Andın biz sizni izlaymiz. Bo'lamdi. Tez mögüveling. To'xtang. Avu nima? Nima? Bu yerdiki. Bu nereden keldi? Ha, bu degan sehrgarlik qadrligim. Hozirlab berib yuvishimni eling. Bu sehrgarlik qadrligim eling. Biz yeli sizni topamiz. Ha, 1, 2, 3, 4. Gapni udulli qilayli. Sen menga qechib yurolmaysan, Kanda. Men qaçmayman. Men faqat qizim bilan normal turmushimni davomlashtirmoqchi xolos. Uning opisichi O'lib ketgan. Nima degan ta'sirli? Sen qanday qilib bu ahvolga tushib qolding? Babus seni nimishga o'ldirmoqchi bo'ldi? Men Dublinda klub boshqaratdim. Bu joyga kelgandan keyin Babusning klubida bir kishilik xizmat topdim. Men faqat mushunchilikni qila olaman, do'stim. Qani oldirmay hammani aytib batiz. So'zlab kelsam gap jiq. Men Babusning bir usulchisini yaxshi ko'rib qoldim. Uning ismi Kilister. Nayti yaxshi bir qiz. U qiz men uchun nayti go'zal bilindi, birodar. Lekin Babus bo'lsa, hammasini egallab olsam deydigan ablah. U Kilisterning meni yaxshi ko'rib qolishini xohlamadi. Kilisterning bo'yida qolganda Babus buni bilib qilib, uni toza dumbaladi. Ishinamsan, hatto uningga pichoq tiqibdi. Pichoq. O zaharli yilon bir homildor ayolni yorlandirdi. Lani baldur tug'ilib qolib, ig'ir bemorlarni ko'ritish uyda yeshig' to'shqichi turdi. Kilistermo doktorxonadan ayrilib baxmadi. Tug'utdan keyin uzun o'tmayli o'lib ketdi. Amandaning buni bilan nima munosabati? Uning xiyolini bilgili bo'lmaydi. Zodi nima maqsadi borligini men bilmayman. Bu ishni Babusga Amanda deb qo'yib, uni qattiq g'azablantirdi. Shunga hozirgidek mushundaq ahvol kelib chiqdi. Gapimni angla birodar.
Gepimni angla, mundaq bo'lsin. Men sendan o'tinib qolay. Qizim uchun men sendan o'tinay. Gepimni Su. Gepimni anglab olamdi. Ha. Sen bu yerdan darhol ket. Los Angelesga qaytib kelguchi bo'lma, tushundingmi? va'da beray. To'xta, aldırmay turinglar. Sening bu qarorni chiqaradigan salohiyatің yo'q. Undaq qilma. Su, navada uning deganlari rost bo'lsa, bizning Barbosga bosh ekanligimiz kalvoliq bo'lmamdi. Shundaqdimi? U kichik qizcha qanday qiladi? Agar seni qo'yib etsak, darhol ketsan. Rahmat. Gepinglarni tushundim. Rahmat. Bizga rahmat etma. Seni shu kichik qizingni deb qo'yatdik. Tez chiq. Ma'qul. Tez bo'l. Sen baribir qocholmaysan. Sen qizil siziqni olib ketyapsan. Hurmatga sazovar bo'lish bilan kasb o'tirisidagi qizil siziqdan axloqsiz xumpar bo'g'in. Navod bo'shangli qilsang, tugashkinan shu. Sening qilganlaring to'g'ri, Su, o'zingni his qilgansan, shundaqmi? O'lgur Franch. Sen tam bizni bilib qolsak nima qilib yut? Ha? Amanda, bizdan bu yerga kirib ketganimizni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Biz o'zimizga tayinib kun kechiralaymiz. Bu uzunga davomlashmaydi kalva. Gepingga kirgandan keyin men so'rang. Bu balkim yaxshi ishning boshlanishidir. Tunji qitim aynakka qarab o'zingni yerganmaysan. O qizim Meli bilan tang tushgan Franch. Men unda qilmayman. Men uningga qaritib turib, dadisini dumbalaymayman. Men bu ishni qilmayman. Amanda, sen nima qilib kelding? Uyingga qaytishing kerak. Sen nima qilyapsan? Kana qayerda? U uyda yo'q ekan. U uyda ba, men uning bilan paranglashgan tursam. Yo'q, u Kananning ovozi emas. Men uning Irlandiyacha talaffuzini farqlantira olmayman. Bu ishlarning hammasi muhim emas. Babus keldi. U sizlarni qasvatdi kalvala. U Kanani o'ldirgil keldi. Jinoyatini sizlarga atib qo'ymoqchi. Endi o'qish bo'lgansan. U o'lgur buzuq. Hamma ishni qalaymiqon qilgan senkansan. Asli bizni qasligan mushi buzuqkan. To'sama bir. Ishongim kelmayotdi. Endi qanday qilamiz Su? Bilmadim kalva. Sen kelishdan burun men bundaq ishga uchrab boqmagan. Biz tammo telefon qilib odam to'playlik. Babusning suiqasdini uningga aytib bu o'yinni oxirlashtiraylik. Qandaq? Bo'lamdi. Amisi u bolachi. Ularni qurol bo'lgan Franch. Qurol bo'lgan. Yo'q. Biz tangilalaymiz. Ularni joylab etamiz. Tez bir taraf qilamiz. Men berib qurol olib kelay. Bo'lamdi. Ha? Bir qancha pay etib ularni qo'rqitib qochirib yetay. Kana bilan qizim deb bu joydan ketaylik. Bu bizning qo'limizdan keladi, birodar. Ma'qul. Biz mayli. Tez, mayli. Su,
Bu haftaning oxirida biz yaxshi hamkorlashdik, birodar. Biroq men dushanba kuni kelib ishga tushishim natoyat. Bu mening umrimdagi eng nachar xizmat. 20 yil burun mening sanchilik aqlim bo'lsa-chi. Mayli. Oligiz, Franch, men seni ogohlantirgan. Bu it itni talaydigan dunyo. Kangna, tez ishni osh. Kira. Tez bo'la, tez. Ha, bu yoqqa qadalib tez. Chiqadigan boshqa ish bormi? Ha, alt tarafdagi Lanining hujrasidan chiqib bo'ladi. Birinchi qavatdagi zalga tutishidi. Tez, uni ilib pastga tushib ket, bo'l. Men Ma'qul. Su, daldalanıqda kərtdə. Seni maqtığandan yermichilik mi yaman emas ekansan. Qara birodar. Ortiq ishlarga aralashmasang bo'ladi. Endi sen shallanding. Oltin bola. Tamam. Ular avval qo'l chiqadi. Bu bir qirg'inchilik. Men ularni to'smoqchi bo'ldim. Shunga sana telefon urdim. Mening odamlarim qildimi? Shundoq. Xuddi su aytgandek, har vaqt texmi cho'ng, texmi razil mushuk seni mag'lub qilishni kutdi. Tamam. Bizning uzun yillik do'stligimizni unutib qolma. Sening ularni qasligingni bilmaydi devatam sen. Soloniskini o'ltirib etib, hech bo'lmaganini selib olsamlar, ish bitadi demoqchimisan? Ha. Uzun yillardan beri u men uchun buningdek qiltaqni oz ko'rmagan. Alaydı saqçı qismiga ma'lum qilinglar. Chiqinglar, menga aytishinglar. Sharqiy rayon 5613 numar. Bizga alaydı saqçı etib kerak, tamam. Alaydı saqçı qismiga ma'lum qilinglar. Chiqinglar, menga aytishinglar. Sharqiy rayon 5613 numar. Bizga alaydı saqçı etib kerak, tamam. Alaydı saqçı qismiga ma'lum qilinglar. Chiqinglar, menga aytishinglar. Sharqiy rayon 5613 numar. Bizga alaydı saqçı etib kerak, tamam.
tamaqlar rahmat chiqdi. sizga, ko'pdan ko'p rahmat. Tuzut qilma. Rahmat. Oma qizchaq, bu sizning. Sizlarga yana nima lozim? Bo'ldi, lozim emas, rahmat. Men sizga kesib beray, turib qolmasin. Yana palak yang. Nayti yishlik qizim. Ko'prak yang, Ma'qulmi? Dada, kala bo'lsang aylanishdan burun yaxshi turmush kechiramdi. Albatta, qadrligim. Kala o'zi yoqtiradigan ishlarni qiladi. Masalan, o'chiblarni yeydi, cho'plikda ig'naydi. Ondan sizga o'xshash. Ondan dehqon keladi-da, kala qarab turib, kavob qiladigan vaqting to'shdi deydi. Shuning bilan kala debla oxirda kalbasaga aylandi. Alloh xosh bo'lsin, men xosh qilman dada. Mana shu qadrligim. Mana shu. Ko'prak yang.